Bu mashinamiz narxini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirida aytib o'tib ketaman. Astagfirullah. Ko'rib beramizda bugun Toyota Land Cruiser. Soltati una paga, dale cuttale, non scamene male, brutta pisciare, te ne affacca il cale, hai tempo e pade, troppo il futumbale, e primo senale, e primo senale, nane, nane, e primo senale, nane, nane, ci ne affacca il cale, 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 sciona di qui, Papi chulo, papi chulo, se tu me vi, papi chulo. Bugungi ishlarimizdan Orient Motors keldik. Hozir Toyota Land Cruiser mashinamizni ko'rgani keldik. Mashinamizni to'liq ko'rib chiqdik. Hozir kraskalari top-toza chiqdi. Mashinamizni yurgani atigi 24 ming kilometr yurgan mashina ekan. Probeglarini to'liq tekshirib berdik. Mashinamizni probeglari yaxshi chiqdi. Kraskalari top-toza. Yiliga keladigan bo'lsa 2023-yil. Narxi oke hammaga qiziq bu narx. $70,450 ga baraka bo'layotgan ekan. Kimga bizdan xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Boy mashinalarni ko'rib beramiz. Gira, hai tu plus se basmat mira. Ko'rib beramiz. Tanlovda birga adashmaymiz.